o'shani ko'rib kompyuterda ertaga razvod qilasiz. Menga mana shunaqa qilib ber. Biz biznesmen, yozuvchi, o'quvchi emas deyaptilar-da ustoz. Bizlar agar mana bu pulni nazorat qilmasak, hech narsani nazorat qilmagan bo'lamiz. Durustmi? Biz o'shani ham yozishimiz kerak. Masalan, keldi Severdan tayyor haligi klientingiz eshingizni taqillatib turibdi, ber olib ketaman deb, o'sha paytda berib yuborishingiz mumkin-da. Masala yo'q. Uni ham prihodga yozish kerak, rasxodga chiqarish kerak. Mana 1 so'm qo'yilsa ham uni biz uchutini olib borishimiz kerak. Bu kompyuterga bilan zo'rami? Uni o'sha поставщик degan joylari bor, o'shani ko'rib kompyuterda ertaga razvod qilasiz. Menga mana shunaqa qilib ber. Что menga faqat do'kondagi savdo emas, men masalan B2B ham sotaman yoki korporativ mijozlarim bor, ularga beraman. Даже do'konga kirmasdan ketadi. Men buni uchutini yurg'izishim kerak. Menga mana shu programmani hammasini jamlab ber. Uchut kontrol. Durustmi? O'shalar hammasini tiqish kerak-da. Bizga ertaga xolasak 3 kunligini, xolasak 10 kunligini, xolasak 1 yilligini biz uchutini olamiz. Mana birinchi muammo juda ko'p bizneslar. Biz o'z pullarimizni sanamayapmiz. Biz faqat ko'chada kim bor, bizdan qarzi bor, uni bilamiz. Uni ham hammasini emas, приблизительно. Biz kimga berishimiz kerak? Uni bilamiz. Bizni o'zi biznesda kunlik savdolarimizni sanashimiz kerak. Hisoblashimiz kerak. To'g'rimi? Buni o'zi siz do'konda turibsizmi? Masalan, bugun necha pul savdo qildingiz? Falon pul savdo qildingiz. Tirs yozishimiz kerak. Tirs yozishimiz kerak. Bunda nastavniylik gapi bor-ku, biznesmen pisатель, не читатель. Tushunasizmi? Biz biznesmen, yozuvchi, o'quvchi emas deyaptilar-da ustoz. Sevimli Davlat ustozimiz. U просто takka kelib qolmaganda bu gap. Nimaga yozmaganingizdan keyin o'qimaysiz, o'qimaganingizdan keyin bilmaysiz? Tushundingizmi? Yozmadingiz-ku. Yozmaganingizdan keyin o'qimaysiz, o'qimaganingizdan keyin nima qilayotganingizni tushunmaysiz. Tushunmaganingiz degani bilmadingiz degani. Ketdi o'sha. Sizga bitta klient keldi, ikkita klient keldi, uchta klient keldi. Faqat anu ish emasda bu, просто tak boshqa. Nominal finans, короче, bugundan boshlab, mana bugun hozir mana siz qancha cho'ntagingizda bor, uni olasizda отчетni berasiz ularga. Xud ichidan ishlatib olsangiz ham aytasiz. Короче, men mana shu mana misol uchun palon so'mini ko'lashdim, palon so'm obed qildim, tirs. Uni uyati yo'q. Bizlar agar mana bu pulni nazorat qilmasak, hech narsani nazorat qilmagan bo'lamiz. Biznesda pulni nazorat qilmayapsizmi? Qolgan hech narsani nazorat qilmayapsiz degan. Поэтому mana hozir mana tizimli bizneslarga qarang, даже kunlik melchovka расходini ham tin-tinigacha yozadi-da, hisobotini beradi. Даже oldindan fin modelida rejalashtiradi. Bizlarni falon keladigan avgust oyi, sentyabr oyi, noyabr oyiga mashincha xarajatimiz kutilyapti. Planning bor-da, adada. Biz ular topadigan pulni ham rejalashtiradi. Sarflaydigan pulni ham rejalashtiradi. Finansiy biz xudo xolasa shunga kelamiz. Faqat boshida menga prihod, расход, остаток qilib yurg'izib kunlik отчетga ega bo'lishimiz kerak.